Salom bolalar, sizlar bilan men o'sha virus. Bugungi video roligimizda Minecraftda qo'rquvchilar jangi videosini olamiz. Bugungi videoda hacker bilan o'ynaymiz. U hacker gaplashib kelmayapti. Hammaylar deymizda, yana bir bor salom bolalar deymizda. Bitta videoni boshlayman. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Hammasini men qilaman bu dastayda. O'tinglar. Mana. Böyle. Basarız. İşte bilmeyapti. Böyle. Kurarız. Kime kurarız? Böyle. Hacker ham o'zi uchun video olyapti. Bu yerga olamiz. Men kiyimim qurib bo'lgandan keyin uni videosini ko'rasizlar. Birinchi kemani taxtadan qurish kerak. Noodatiy taxtalardan quramiz va yarimtalik bloklar kerak. Yarimtalik bloklar qanchalar? Kerak narsalar olib bo'laman da videoga qarab bo'laman. Ikkinchi bo'lib kemamiz qurib olamiz. Böyle. Şimdi kemamiz buna bo'ladi. Kim bilan birga qurmoqchi bo'lsa, bemalol quraveringlar. Mana shunday qilamiz. O'zim ham birovdan o'rganganman. Mana shunday qilamizda. Shunday qilamiz. Böyle. İşte. Neden keyin blokka hammayligan holda videoni davom ettiramiz. Mana yarimi tayyor. Hozircha üsteyleyelim. O'rganib olinglar. Hozir. Iltimos bolalar, kanalga obuna bo'ling. Kanalga obuna bo'lsangiz tezda shunaqa videolar chiqishga motivatsiya va yordam bergan bo'lardingiz. Agar tezroq qizlar olishda bo'lsa, bu videoni 3 ta qismini chiqaraman men. Va'da beraman. Chaqqa javob. Chiqarmasam shu deganlar nima degani uchun o'zim montaj qilib chiqarib qo'yaman. Mayli, ashimasin, marazman. Yordam bersa kerak. Tezroq 60 ta bo'lish kerak. 51 ta obunachi bor. 9 ta obunachi yetmayapti. Mana katta bema bo'ladi-da o'zim.
shuni katta joyda nimaga qurdim men? Mana böyle. Mana kim yutganini kommentariyada yozib qoldirasizlar. Endi esa hackerning videosini ko'ramiz. Hey yo, hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan hacker bugungi video roligimizda virus bilan quruvchilar jangi o'ynaymiz. Qabul bo'lsa video boshladik. Ovozimni o'zgartirib demayman-ku. Bo'lmasam videoni boshladik. Haygo. Bola obunachilar qizlar sinamlasin. Desam hozirlashgan bo'lamiz. Bo'lmasam boshladik. Hozir kema deydi. Kema jumbuzlarga narsa bilan endi bilib kerak. Ketdi. To'xtalar. Tanasa qilib. Bir kema dedim-ku. Kema degani hozir topib olay. Mana kema. Mana. O'sha qurib bo'lsam. Kilo bola. O'sha qurib. Ketdi. Juda ham oson qilib quramiz va yutib ketamiz. Yutamiz. Ha. Bütten narsachalar quramiz. Narsachalar hozir mana qursaga. Xabar. Böyle. Biz ana böyle gider şu. Böyle bakılmalı kema qurdi böyle. Bu ham kema-ku. To'g'rimi? Kommentariya yozib qoldiringlar. To'g'ri bo'lsa. Mana kema tayyor. Böyle kema tayyor. Ve kema mashhurdi. Faqat bir narsani qolib ketdi. Yursul görülüyor bayyor. Nima qilibdi? Yo bayyor. Büttan var şekilde. Büttan xonasi. Qarilar. Aynen. Hayır babasıyla bile hacker bo'ldi. Mana hackerning videosini ko'rdinglar. Men u vaqtda ovqat yeb o'tirgandim. What the fuck? Nima bu? Hacker pachoq. Nima quribdi bo'ldi? O'zinglar yozib qoldinglar kommentariyaga. Hacker pachoq deb.
Mana buni qaranglar, nima bu? Yabbat. Nimaligini haligacha tushunmadim. Boku. What the fuck? Mayli. Kim yutganini kommentariyada yozib qoldiring. Mana meniki. Mana Hacker bachaniki. Keyingi video chiqishini xohlasanglar 60 ta obunachi. Kanalga obuna bo'lib like bosinglar. Like bosmagan ko't qarchi. Like bossanglar menga motivatsiya bo'ladi. Obuna bo'lsanglar undan ham motivatsiya bo'ladi. 60 ta obunachi yig'sam keyingi video chiqadi. 9 ta obunachi yetishmayapti. Like bosib obuna bo'linglar. Iltimos, kontent chiqaryapman siz uchun. O'zim hamma hayır bo'lar. Sizlar bilan men virus bo'ldi. Hayır.